Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa biz yana navbatdagi bir fayzli xonadonga chiroyli qilib o'z ishimizni yakunladik. Bu xonadonga ham zakaz bo'yicha uzumtok tayyorlab, olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, hurmatli yurtdoshlar. Xonadoniga shunaqangi uzumtok, naveslar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, albatta bu o'rnatgan uzumtokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Uzumtokimiz qanaqangi materiallardan foydalanib bitirganmiz, kvadrat metrini necha puldan tayyorlab olib kelib o'rnashtirib berdik. Mana shu uzumtokimizni firmalarini oralari necha metrga tushdi. Albatta sizlarga kerakli, foydali bo'ladigan chiroyli qilib bir videorolik tayyorlashga harakat qilyapmiz. Aziz yurtdoshlar, albatta shunaqangi uzumtoklar, naveslar qildirish niyatida yurgan bo'lsalaring, bemalol ekran ostida nomerimni yozib qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa arzon va sifatli qilib qalin temir mahsulotlaridan tayyorlab olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Bu uzumtokimizni aziz yurtdoshlar, Farg'ona viloyati Furqat tumaniga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xonadon egalari o'zlari chaqirib zakaz qilishgan. Bu uzumtokimizni razmeri uzunasiga 12 metr bo'ldi, eniga 720 razmerda bo'lgan. Uzumtokimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlangan. Mana shu firmalari aziz yurtdoshlar, oralarini ko'rsatib o'tsam, har birini orasi 120 sm-danga to'g'ri kelgan. Ustunlari 8 ga 8 lik profildan foydalanganmiz. Qalinligi 2 lik stenada bo'lgan. Mana shu xorolari, mana xori qismlari va mana burchak gullari 2 lik listda lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib ishlab berilgan. Va mana shu firmalarimiz aziz yurtdoshlar, har 120 sm-ga tushgan firmalarimizni metali tepasi 4 ga 4 lik profil 1.7 lik stenada bo'lgan. Past 4 ga 2 lik profil 1.7 lik stenada bo'lgan. Endi buni oralariga mana yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. 10 lik kvadratda eshilgan mana shu esguldan foydalanganmiz va ikkalasi birlashgan joyiga chiroyli qilib bunaqangi gullarni qo'yib tayyorlab bitkazib berganmiz. Juda ham bir chiroyli holatda chiqdi bu uzumtokimiz ham va albatta joyiga juda chiroyli yarashdi. Bu tomoni 50 sm shifrga mindi. Albatta xonadon egalari ustun tushirishni xohlashmadi bu yog'iga va qalin qilib bemalol ustini naves qilib olsa ham ko'taradigan qilib, ustiga yuk tushganda ham bemalol baquvvat holatda turadigan qilib ishlab berganmiz. Va endi mana shu joyini bu zinamizga ana shu yog'ingarchilik tomonga qarab turganligi uchun bir kelajakda yog'in chachinda suv, qor-por tushmasligini hisobiga mana shu 230 joyini faner tashlab, ustiga tunuka bilan chiroyli qilib yopib berilgan. Endi mana shu holatni aziz yurtdoshlar splashni oxirigacha davom ettirish mumkin. Albatta xonadon egalarining imkoniyatiga qarab yana bir kelajakda imkon bo'lganda yana bir svarchiga olib kelib qo'shimcha ish qilgizmasdan bemalol tunuka qatirib yopib qo'yish mumkin va shunga tayyorlab berdik biz. Bu uzumtokimiz kvadrat metri aziz yurtdoshlar, mana shu firmalari qalinroq tushganligini hisobiga, mana shu xorolari, kashak gullari lazerli variantda rasxodi ko'proq bo'lganligini hisobiga 220 ming so'mdan tayyorlab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Общий summasi bu uzumtokimiz, hurmatli yurtdoshlar, 20 million so'mga tayyor bo'ldi. Va ustilariga mana ko'rishlaring mumkin reykalari 3.2 lik profil, 1.3 lik stenali profilda 50 sm-ga vark qilib chiqilgan. Va polni mokriy asfalt svetda qilib, kraskaga bo'yab, общий mana bitkazib yakunladik. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'lsa, albatta Humoyun Ustoz kanaliga murojaat qilishlaring mumkin yoki mana shu ekran ostida nomerimni qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib ishlaringni bitirib beramiz.